Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Iftixor Abdurshid. Juma kuningizga muborak bo'lsin. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Dünya Uyghur Qurultayı Marrakesh doiralarining qurultayning sobiq raisi va Uyg'ur Demokratiya Kishilik huquq markazining raisi Dolqin Aysani qonunsiz tutib qilib, chegaradan kirishiga ruxsat qilmasligi va chegaradan qo'g'lab chiqarishni qattiq ayiblaydi. Dolqin Aysa Apandi 2026 yili 20 iyul kuni xalqaro diniy erkinlik yig'iniga qatnashish uchun Marrakeshning Casablanca shahriga borgan edi. Ammo Casablanca aerodromiga yetib kelgandan keyin chegara bexatarlik va ko'chmanlar idorasi tomonidan tutib qilinib, tekshirish uchun elib ketilgan. Ve taxminan 15 soat tutib turilgandan keyin hech qanday tushuntirish berilmasdan Germaniyaga qaytarib etilib, Casablancada ichilgan xalqaro diniy erkinlik yig'iniga qatnashishiga ruxsat qilinmagan. U Germaniyaga qaytarilgandan keyin Ichki ishlar ministrligi va davlat bexatarlik bosh idorasi tomonidan yozma uqtirish topshirilgan bo'lib, bu uqtirishda uning Marrakesh zeminiga kirishini cheklash qarori borligi aytilgan. Xitoy hukumatining Dolqin Aysa ustidan xalqaro soqchi tashkiloti, ya'ni Interpolga sungan ayblashlarga asosan 1997 yili Dolqin Aysaga qarshi Interpol qizil uqtirish chiqarilgan bo'lib, advokatlar va xalqaro tashkilotlar munosabatli odil tekshirishdan keyin Xitoyning Dolqin Aysa ustidan xalqaro soqchi tashkiloti orqali uning Sharq Turkiston davosiga to'salg'i bo'lish uchun chiqarilgan bu uqtirish 2018 yili amaldan qoldirilgan edi. Ammo bu uqtirishdan keltirib chiqargan salbiy ta'siri va Xitoyning chegara halqigan bostirishi uning xalqaro sayohati va kishilik huquq xizmatiga ta'sir ko'rsatishni davomlashtirmoqda. Necha yillardan buyon Dolqin Aysa Janubiy Koreya, Hindiston va Turkiya qatorliq bir qancha davlatda viza bekor qilinish, kirish rad qilinish, savol so'roq va tutib turishga duch keldi. U yana e'tirof qilingan salohiyat bilan xalqaro yig'inlarga qatnashayotganda Nyu-York va Jenevadagi Birlashgan Davlatlar Tashkilotining binosiga kirish cheklandi. Uning bu xil avorchiliklarga uchrashi diktator hukumatlarning xalqaro soqchi va bexatarlik mexanizmlarini xato ishlatib, chet ellik siyosiy faoliyatchilar va kishilik huquq qo'g'duvchilarini nishon qilganligini ro'shan aks ettirdi. Dolqin Aysa Apandi bu vaqtda men to'silg'isiz holda xalqaro diniy erkinlik yig'iniga qatnashish uchun Marrakeshga bora oladiganligimga ishongan edim. Ammo yana bir qatim xatolashganligim isbotlandi. Bu voqeaning yuz bergan vaqtda alohida diqqat qilishga arziydi. Chunki Xitoyning yangi Millatlar Ittifoqligi qonunining 63-moddasi yo'lga qo'yilib bir qancha haftadan keyin yuz berdi. Bu voqea 2026 yili 7 oyning 1-kuni yo'lga qo'yilgan Xitoyning atalmish Millatlar Ittifoqligini ilgari surish qonunining 63-moddasini nazarga olganda to'liq andishlik bo'lib, mazkur moddada Xitoy sirtidagi tashkilotlar va shaxslarning Millatlar Ittifoqligi va taraqqiyotiga buzg'unchilik qiladigan yoki millatlarni parchalaydigan Xitoy qarshi faoliyatlar bilan shug'ullanishning Xitoy qonuni bo'yicha qonun javobgarlikka tortilish mumkinligi belgilangan. Uning aniqsizligi, aniq holda chegara sirtidagi Xitoy hukumatiga qarshi faoliyat ilib berayotgan Uyg'ur faoliyatchilari, kishilik huquq qo'g'duvchilari, jurnalistlar va tashkilotlarni nishon qilish uchun qonuniy bahona yaratib berish xavfini ilib keladi. Bu qatim Marrakesh doiralarining mazkur qonunga asosan bevosita harakat qilganligiga oid dalil bo'lmasimi, Dolqin Aysa Apandining tutib turilishi va chegaradan qo'g'lab chiqarilishi hukumatlarning Xitoyning siyosiy maqsadli bostirishni chegara sirtiga eksport qilish urinishlarini rad qilishning jiddiy va zarurligini ko'rsatib berdi. Dünya Uyg'ur Qurultayı Marrakesh hukumatini Dolqin Aysa Apandining tutib turilishi va chegaradan qo'g'lab chiqarilishiga aniq tushuntirish berishga, bu qarorning Xitoydan kelgan uchurlar yoki besim ta'siriga uchragan uchirmaganligini oshkorlashga va uningga munosabatli koni siyosiy maqsadli xotirlarni o'chirishga chaqirdi. Shundaqla yana Germaniya, Yevropa Ittifoqi, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va xalqaro kishilik huquq tashkilotlarini Marrakesh doiralaridan bu deloni surishtirishga va Xitoyning davlat halqigan bostirishiga duch kelayotgan Uyg'ur faoliyatchilarini texim kuchli qo'g'dashga chaqirdi. Bexatarlik qo'g'duvchilar nomli kishilik huquq tashkiloti 18 iyul Mandela kuni harpisida Tömür qapasning orqasida Xitoy turmalari nomli eng yangi tekshirish dokladini e'lon qilgan. Bexatarlik qo'g'duvchilari tashkilotining Mandela kuni harpisida e'lon qilgan Tömür qapasning orqasida Xitoy turmalari nomli eng yangi tekshirish dokladi 59 sobiq mahbus bilan elib berilgan suhbat va delo tadqiqoti orqali Xitoy turma sistemasidagi keng ko'lamda zo'ravonlik, majburiy emgak va siyosiy tarbiyalashni, ya'ni ming yuyishni tafsili oshkorlab bergan. Bu doklad
Xitoydagi 30 turmini o'z ichiga olgan holda 59 sobiq mahbus bilan suhbat elib berish orqali sonliq ma'lumotlarni to'plagan va bu tekshirishga qatnashgan javob berguvchilar 16 o'lka va shahardan farqli 36 turmada qamoq jazosiga hukm qilinganlar bo'lib, yarımdan ko'proq 1 yildan 5 yilgacha qamoq jazosini o'tagan. Dokladdagi tekshirish sonliq ma'lumotlarda ma'lum bo'lishicha, javob berguvchilarning 54% soqchilar, qarovullar, gundupaylar yoki boshqa mahbuslarning zo'ravonligiga uchraganlar. 54% maoshsiz ishlagan, 58% turmada salomatlik masalasiga uchragan, ammo hech qanday davolanishga erishalmagan. Hamda 81% o'zini tanqid qilish va tekshirish doklad yozishga majbur bo'lgan, rad qilganlar jazolangan. Guvohchilarning yarmidan ko'proqi tok so'qtirish, put-qo'lini kishanlash va 194 kunlik yolg'iz qamoq jazosi qatorliq zo'ravonlik duch kelgan bo'lib, dokladda ko'rsatilishicha, javobgarlarning yarmidan ko'proqi urush, qiynash, tok so'qtirish, qarmish suyi bilan qiynash, uzun muddatli kishanlash va yolg'iz qamash qatorliq jismoniy va jinsiy zo'ravonlik uchraganligini doklad qilgan. Doklad tekshirish qatnashganlarning yarmidan ko'proqi turmada maoshsiz ishlaganligini o'ttirib qo'yib, bu turmalarni gunohkor va begunohlarga hayvonga o'xshash muomala qilinganligini, siyosiy mahbuslarni tutib turgan turma korxonalari bilan hukumat bilan korxona bir gavdilishi munosabati borligi, mahbuslarning har kuni 11-12 soat ishlaydiganligi va Xitoy turmalarining turmadan ko'ra cho'ng zavodga o'xshaydiganligi o'ttirib qo'yilgan. Mazkur dokladda yana hukumatlarning dunyoviy ta'minlash zanjiridagi javobgarligini kuchaytirish, Xitoyda faoliyat olib berayotgan shirkatlarning ishlab chiqarish jarayonlarining turmalarda majburiy emgak chetilmaslikka kafolatlik qilish uchun kishilik huquqni tekshirishni talab qilish kerakligini o'ttirib qo'yib, agar shirkatlar kishilik huquqini dafsanda qilishga munosabatli mahsulotlarni sotib olish qatnashgan bo'lsa, ular boyqut qilish yoki majburiy jazoga tortilish kerakligi ta'kidlangan. Davlat Majlisi a'zolari Prezident Trumpdan Xitoyning dengiz mahsulotlarini cheklashni talab qilgan. Amerika Davlat Majlisi Xitoy ishlari alayda komiteti Prezident Donald Trumpga xat yozib, Xitoy tarafidan tutilgan yoki Xitoyda pishiqlab ishlangan barliq dengiz mahsulotlarining Amerika bozorlariga kirishni ma'ni qiladigan buyruq chiqarishni talab qilgan. Mazkur talab xati Xitoy ishlari alayda komitetining navbatdagi raisi senator Don Sullivan va Avam palata a'zosi Christopher Sims boshchiligida yozilib, komitet a'zolaridan Del Strong va Tom Suazilarmo imzo qo'ygan bo'lib, Xitoyning dengiz mahsulotlari zanjirida sistemalik majburiy emgak va adolatsiz raqobat mavjud ekanligi ko'rsatilgan. Xabarlarga qaraganda, Xitoyning dengiz mahsulotlari zanjiri 2023-yili qonunsiz okean turi tashkiloti tomonidan e'lon qilingan tekshirish dokladida Sharq Turkiston bilan Shimol Koreya ishchilarining Xitoy baliqchilik paraxotlari va pishiqlab ishlash zavodlarida qul emgakiga silinayotganligi oshkorlangan va Amerika Emgak Ministerligi va Davlat bexatarlik Ministerligi Xitoyni majburiy emgak jihatda nuqtaliq diqqat qilinadigan davlat deb bekitgan bo'lib, Davlat bexatarlik Ministerligi Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuni bo'yicha dengiz mahsulotlarini oldin tekshiriladigan muhim turlar tizimligiga kirgizgan edi. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keng qitimliq sonimizgacha ko'rishkish omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.